Abu Hurayra Allah onundan razı bulsun rivayet kılgan hadiste mundaq aytilgan. Peygamberimizning aleyhissalatu vesselam qışığı bir kişi kelip, "Ey Allah'ның elçisi, insanlarning arasida mening uchun eng qadirlik bo'lishqa, eng hurmatlik bo'lishqa, buyruqlari vaqtida o'rinlanadigan bo'lishqa kim loyiq?" deb so'radi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "Sening onang" deb javob berdi. Onundan keyinchu deb davom qildi kishi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yana "Sening onang" deb javob berdi. Bayaq kishi yana qaytadan "Onundan keyinchu" deb so'radi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yana bir qitim "Sening onang" deb qaytildi. Heliqi kishi 4-chi qitim qaytilib "Onundan keyinchu" deb so'rganida Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "Sening dadang" deb javob berdi. Birlikka kelgan hadis.